Treps qurtlarga qarshi kimyoviy vositalar bilan doralash ishlari olib borilmoqda. Sarimsoqning qalinligi juda ham yaxshi, normalniy. Qishda bunga yaxshilab bir qop, ya'ni 50 kilo, mana shu 10 sot yerga 50 kilo amafos solganman. Undan oldin mahalliy go'nglar bilan, oziqalar bilan rosa to'ydirganman yerda. Shuning uchun ham menimcha palaklari katta bo'lib, yirik bo'lib, bo'ylari ham baland o'sgan. Hali o'rtadan o'zak chiqargani yo'q. Kommentariyada o'zlaring mana shu o'zak haqida ma'lumotlarni berib yuboringlar. Kimda qanday ma'lumot bo'lsa, gulpoya deyiladi u o'zakni. Gulpoya o'sib rivojlanib chiqqandan keyin unda gul ochilib, o'rnida mevalar hosil bo'ladi. Uni bir yil alohida yakka qilib ekilsa, chesnokda, ya'ni sarimsoqda yangilangan genetik nav hosil bo'ladi. Ya'ni biz vegetativ ko'paytiramiz, chesnokda dona olib ekiladi-yu. Uni agar xuddi shu navda urug'idan ko'paygan holati, kasallikka ham chidamli, ser hosil, nihoyatda sifatli, katta yirik holatda bo'ladi. Yirik holatda mevalar bo'ladi. Shuning uchun mana shu ishlarda ham hamma ham bu bilan shug'ullanmaydi. Ayrim odamlar o'sha navni yangilash, yangi sortlarda o'sha keltirib chiqarish borasida genetika, seleksiya ishlari bilan shug'ullanadiganlar ko'proq bu bilan shug'ullanadi. Mana shu yerimizda sarimsoqlarda o'zi yaxshi, namlik ham yaxshi, lekin bitta agrotexnik tadbir qo'llash kerak. Yerda imkon qadar namroq saqlash kerak. Menimcha. Sababi endi dona olishni boshlab qoldi. Hozir yong'oqdan katta bo'lib qoldi. Ayni o'sha sarimsoq donalari katta bo'ladigan payt kelib qoldi. Shuning uchun buni sarimsoqni o'sha ostini tuproqni namroq saqlagan yaxshi natija beradi. Sababi u yiriklashishda, kattalashishda yer agar quruq bo'lsa, qisib qoladi-da, uni yiriklashishiga, kattalashishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun mana shunday ishlarni albatta bu agrotexnik ishlarni bilish kerak. Sizlarga e'tibor berish kerak. Biz mana bu o'tlar haqida ham ma'lumot berib o'tib ketasizlar. Va bu o'tni mashq holatida yoki bundan keyin uzish kerakmi yo'qmi? Yurib tashlash kerakmi yo'qmi? Ko'pchilik aytadi, o'tdan tozalamaslik kerak. Oxirgi o'tlari shunda o'sgani yaxshi. Sababi ildizda sarimsoq ildizi ochilib qoladigan bo'lsa, bilasizlar, sarimsoq ildizi patak ildiz. Bu yerni betiga chuqurligi 15 cm. Nari borsa 20 cm ga shunday tarvaqaylab popik ildizlarini yoppa yerga qadab oladi. Bu ildizlar ochilgandan keyin shamollaydi-da. O'simlikda vegetatsion holatiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun ham chesnoklarni mana shu holatida o'tdan tozalash ishlarini to'xtatish kerak, qilmaslik kerak. Shuning uchun bu ham bitta yaxshi agrotexnika. Sababi bu o'tlar rivojlanib yaxshi bo'lib ketolmaydi. Sababi hozir mana shu ekin maydonida
sarimsoqni ildirishi shunchalik patay bo'lib yerga yopishganki, boshqa o'simlik, ya'ni bularni raqobatdosh begona o'tlar hech qachon yaxshi rivojlanib, o'sib, bitta urug' berib, ko'payib keta olmaydi. Ma'lum muddat o'sib turishi mumkin, lekin baribir rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Ayni o'sib endi o'zidan avlod qoldiraman, nasl qoldiraman degan paytda sarimsoqlarni pishirib, bittan yerda tozalaganimizda ana shu holatda ham o'lib ketadi begona o'tlar. Shuning uchun begona o'tlarni albatta hop mana shu holatga tegmaganlik ma'qul. Hop onda sonda mana qurtena deydi. Qurtena o'simligi unchalik ham xavfli emas. Buni urug' beylab, urug'i ko'paygunga pishgungacha bu yerda tozalab olib tashlaymiz. Sarimsoqlar ham pishib qoladi. Mana sarimsoqlarning qalinligi, holati juda ham zo'r. Xudo xolasa yuqori hosil mo'ljallab turibmiz. Sarimsoqlar mana shu holatida ham juda xaridorlar ko'p bo'ladi. Lekin bu yil 2026-yil 6-aprelda turibmiz hozir. Savdogarlar, uzoqqa oluvchilar negadir kamroq. Sarimsoq sotamiz, xudo xolasa. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Konizar qishlog'idan olib borilyapti. Ushbu videolar sifatli holatda yetishtiryapmiz. Inshaalloh yaxshi natijalarni kutyapmiz. Videolarimizni kuzatib boringlar. O'zlaringizga kerakli bo'lgan tavsiya, bilim, tajribalarni xudo xolasa olasizlar degan umiddaman. Barchalaringizni kuzatib borganlaring uchun, videolarimizni qoldirmasdan kuzatib borayotganlaring uchun barchalaringga minnatdorchilik bildiraman. Umumiy ko'rinish texnika xavfsizlik qoidasi haqida ham ozgina gapirib o'tay. Bu kimyoviy vositalar bilan foydalanishdan oldin qo'lda o'sha maxsus qo'lqoplar, og'izga tutadigan, og'izni yopadigan filtrlar, albatta ko'z oynaklar. Mana shunday holatda bunday ishlarni olib borilsa, inson salomatligiga ham, o'ziga ham, xavfsizligiga daxl qilmaydi. Sababi bu dorilar hammasi hasharotlarni o'ldirish bilan birgalikda nafas olish tizimlarimizga, ko'z sezgi organlarimiz, ko'z, teri, quloq, barcha organlarimizga albatta yomon salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuni inobatga olasizlar. Mana shu holatda bunday ishlarni olib borish kerak. Videolarni kuzatib boringlar. Sarimsoqlar mavzusi hali juda ko'p davom etadi. Mana shuni 6-sentyabr kuni 2025-yil 6-sentyabr kuni ekilgan sarimsoqlar xudo xolasa 2026-yil aprel oyida turgan bo'lsak, aprel tugasa mayda 20-lariga xudo xolasa yirik holatda bu hamma sarimsoqlarimizni xudo xolasa hosillarini yig'ib olib, quritib sotadigan holatga, qadoqlash holatlarigacha keltirib qo'yamiz.
Albatta ayrim yerlar bo'sh yotadi. To'g'ri, mana shu yerga 10 sotik yerga 100 kilodan ortiqroq 100 kilodan ortiqroq chesnoy sarimsoq piyozlarini ekdim. Bu 20 ming, 18 ming, 20 mingdan yirik olib ekkanman. Hop. Oziqalari bilan texnika ishlari bilan nari borsa bir 4 million pul ketdi. 100 kilosi 20 mingdan bo'lganda 2 million bo'ladi. 4 million sarfladik. Xudo xolasa yaxshi natijalarni kutyapmiz. 1 tonna bersa ham 20 mingdan bo'lganda 20 million bo'ladimi? Ayrim yerlar shunday qolib ketadi. Shunday bo'sh yerlar qoladi. Bo'sh yerlar qoladi. Dangasalik qilib ayrim odamlar mana shunday ishlarni ham qilmaydi. Qilish kerak bularni. Albatta qilish kerak. Bundan keyin xudo xolasa mana sarimsoqlarni yig'ishtirib olgandan keyin o'rniga qalampir ko'chat qilmoqchiman. Yoki pomidor ko'chat, yoki qalampir ko'chat qilaman. Qalampir sotish bo'yicha mutaxassisman. Bir necha yillik tajribalarim bor. O qalampirni xudo xolasa 20-25-maylarda yig'ishtirib olsak, bu joyni bo'shatsak, o'rniga qalampirni eksak, ko'chat qiladigan joyimiz bor. Shu kunlarda urug'ini sepamiz. Aprelda 6 bo'lsa, 10-gacha urug'ni sepib qo'ysam, juda rosa ko'chat qiladigan holatga kelib qoladi. Mayda 20-25da. Ana undan keyin ko'chat qilib 1-2 sug'orsak, o'rnashib qoladi. Qalampirlarda agrotexnik tadbirlarni ham ko'rsatib boraman. Yerni bo'sh qo'ymaslik kerak. Yerni boqorish kerak, ishlatirish kerak, qattiq ishlatish kerak, boqorish kerak, oziqasini berish kerak. Albatta sizga bu yerlar daromad keltiradi. Daromad keltiradi. Dehqonchilik, chirikchilik hech bo'lmaganda bir qishchilik deydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, videolarni doim kuzatib boringlar.